Assalomu alaykum azizlar. Ubikas kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga gullarni to'g'ri sug'orishni ozgina tushuntirib o'tmoqchiman. O'zim usulimda. Mana dratsena gulim, ikkita dratsenani bitta joyga ekkanman, pishni bo'lish uchun. Endi buni men qirqishim kerak. Sal kunlar esa may oyida men buni qirqib, sitakinovay pasta surib qo'yaman. Bitta joydan ikkita, uchta chiqishga harakat qilaman. Mana bir o'tgan yili bo'lsa kerak, men qirqqanman. Ikkita chiqadi deb qalamcha qilgan edim. Ikkita yo uchta chiqishini xohlagan edim. O'xshamadi. Sitakinovay pasta surganim yo'q. Sitakinovay pasta gormon hisoblanadi. Uni ko'proq bitta joydan ko'proq nuqtalar uyg'onishiga yordam beradi. Men tabiiy o'sadimi deb o'ylagan edim. Mana buni sug'oraman deb bugun tekshiryaptim. Mana gullarimga qarayapman. Tagi namroq, ko'rib turibsizlar. Bu holatda mana suvni tezroq, kun issiq, ko'rib turibsizlar, yaxshigina kun isyapti. Endi buni tagini men ozgina cho'pga yordamida yumshatib qo'yaman. Tezroq ispareniya, suv bug'lanadi. Suv aylanishi, havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Ozgina yumshatib qo'ydim. Demak, keyingi yilga qoldiramiz sug'orishni. Dratsenani demak men sug'ormayman bugun. Mana yumshoq bo'ldi, namligi bor, yaxshi. Endi fikus benjamin gulim. Mana bu yerda men 3 ta fikusni birga ekkanman. Bularni o'rish niyatim bor, bir-biriga chiroyli pastidan figura qilib, soch o'rimiga o'xshab o'rishni mo'ljal qilyapman. Qani ko'ramiz. Hozircha shu holatda gullarim, mana tagi qurib, buni demak sug'orish kerak. Bunda bu holatda bundagiga taxminan 1 piyolacha suv qo'yaman. Mana baklashkada men tindirilgan suvim, mana bir hafta 10 kun suvni tindirib qo'yaman. Men baklashkalar ko'p hozir, hammaning imkoni bor bunga. Bemalol quyib baklashkalarda saqlasanglar bo'ladi. Mana juda bo'ktirib ham yubormaslik kerak suvni. Mana juda bo'ktirgan ham yaxshi emas. Bu yetarli holatda deb o'ylayman. Taxminan 1 piyola suv quydim bunga. Endi buni yonida mana orxideya gulim bor. Mana orxideya gullab turibdi. Bu ancha 8-martda menga sovg'a qilishgan. Mart, aprel, mana 2 oy bo'lib qolibdi. Mana hozir buni ildizi oqarib turibdi. Buni tuvagidan tekshiriladi avval. Bu prozrachniy ko'rinib turadigan tuvakda bo'lganligi yaxshi narsa. Bu bitta tuvakda olib keluvdi, men ikkinchisiga kegizib qo'ydim. Bilasizlar, sotuv do'konlarida poddonlari bilan birga sotilmaydi. Endi bunga men suv quyaman. Mana taxminan 1 piyola quyaman. Bitta qo'limda quyayotganimga mana buni o'giraman. Mana usta ildizlarga ham sal tekkizishga harakat qilaman. Mana tagiga oqib tushdi gul. Og'irlashdi ancha tuvagi. Endi buni men darrov to'kib tashlamayman. 1 kun qo'yaman, ertagacha turadi. Ertaga tushgacha yoki ertalab yoki kechgacha turadi. Mana kuygan joylari qaranglarda. Anaqa quyoshda turgan edi gulim. Tikka quyoshda emas. Tushdan keyin kun botarda, quyosh tushganda o'shani hisobiga mana kuydirganman. Darrov buni joyini o'zgartirdim. Sal soyroq joyga olib qo'ydim. Mana ko'rib turibsizlar, mana uchidan yashil bo'lib ildizi o'sishga harakat qilyapti. Men bundan xursandman, bu holatdan. Mana gullab turibdi. Endi menda begoniya gullarim bor. Begoniya menda 6 ta gulim bor, 4 xil turi. Bularni nomlarini bilmayman, lekin men o'sha messonligini bilaman. Men buni fevral oyida olgan edim. Agar bilsanglar, begoniya juda ham injiqroq gul hisoblanadi, agar bilganlarga. Bunisining nomini bilmayman, lekin begoniya. Men taglari hammasi quruq.
Mana bu ham quruq torfga ekilgan. Mana o'zi ham torfga ekilgan deydi, lekin bu torf bilasizlarmi? Maydaroq torf ekan. Mana gulimni yirikroq torfga ekdim. O'zi umuman bu yirikroq torfga ekish maslahat beriladi. Hozir mana shu begoniyalar haqida men ko'p narsa o'rganishga harakat qilyapman o'zim uchun. Juda ham chiroyli gul, yaxshi ko'raman. Buni juda ham turlari ko'p, juda ham go'zal gul. Qog'ozga yozib olganman, esimdan chiqarib qo'ymaslik uchun biron narsani qarab sizlarga aytib beraman. Bu gulni to'g'ri sug'orishni bilish kerak ekan. Mana tagidan biz suv quyamiz, mana gullarga baklashkada to'g'ri quydik. Lekin bu gullarga ildiziga tekkizmay chetidan suv quyish kerak ekan. Mana shunaqa idish oldim. Ataylab chetlaridan ildiziga tekkizmay suv quyish kerak ekan. Qani keyin bu begoniyalarga bizlarning oddiy tindirilgan suvimizni quyish kerak emas ekan. Bunga tozalangan suv bor, baklashkalardagi gazsiz. Shunaqa suv quyish kerak ekan. Internet tarmoqlaridan juda ham ko'p qidirdim. Endi qani harakat qilaman. Bu pishni bo'lib o'sishini xohlayman. Albatta har bir uy bekasi, gulga qiziqqan odam uyda o'sib turgan gul ko'zlarni quvontirishini xohlaydi. Mana bu ham quyoshda qoldi, mana chetlari kuydi, uyda yo'q edim. Shunaqa holat yuz berdi. Mana buni ham chetidan quyaman, ildizga tekkizish kerak emas ekan. Endi buni poddoniga ham suv quyib sug'orishyapti. Men hali uni tajriba qilib ko'rmadim. Agar tajriba qilib ko'rsam, aniq ishonch hosil qilsam, sizlarga ham ko'rsatish niyatim bor. Mana chetidan ozgina quyib qo'yish kerak ekan. Tekshirib turasizlar gullarni. Hozir kunlar issiq, tez tagi gullarni qurib ketyapti. Mana bu gulimda Messonda intilish bor. Juda ham xohlayapti o'sib chiqishga. Mana taglaridan kurtakchalari bor, lekin nimagadir otilib, portlab chiqib ketmayapti. Mana barglarning tagida ham bor. Chiqqisi kelyapti. Mana qanchalik ko'rinyapti, yo'q bilmadim. Mana men bunga yaqinda dorilar berdim. Qani ko'ramiz. Boshqa tuvakka o'tkazdim, boshqa tuprog'iga o'tkazdim. Qani ko'ramiz, qanaqa rezultat, javobi qanaqa bo'ladi, qani ko'ramiz. Endi mana Diffenbachia gulim, o'tgan kuni sizlarga ko'rsatdim. Men bunga dorilar sepdim, ko'rsatdim. Ana kirsovunlar bilan kirsovunni ko'pirtirib suvga eritib sepdim. Mana deformatsiyalar bor, u birdan yo'qolib qolmaydi. Mana bitta ikkita bargi sarg'aygan, bu tabiiy hol. Albatta bu perisadga qilganda, perivalka qilganda, joyi o'zgarganda bu albatta stressga tushadi. Men stressga qarshi dori sepmadim. Endi bunga suv quyamiz. Mana men taxminan 1 piyola suv quydim. Mana narigi tomonlarga ham suv ketdi. Mana tegi quruq bo'lib turgan edi. Endi mana Ficus Benjamin gulim, buni bilasizlar. Sizlarga men ko'rsatganman. Unga qirqib, shakl berib, bir tomonga qiyshayib o'syapti. Qish bo'yi tegmadim bunga. Keyin kunlar isigandan keyin bahorda bularni qirqib, shakl berib, to'g'rilab qo'ydim. Tuproqlarni almashtirdim. Hozircha bu gulim jimjit, lekin mana bunaqa uchlarida yangi bargchalar chiqarishga harakat qilyapti. Mana qanchalik, mana bargni yonida mana bor, bitta ikkita ko'rindi. Qani ko'ramiz. Mana shoxchasida sal ko'proq uyg'onishlar bor. Gullarni qirqqaninglarda qo'rqmay qirqinglar, chunki ayniqsa bahorda, yasharish fasli. Mana tagi quruq. Mana cho'pchada yumshatib turaman, baribir oralarini yumshatib turish kerak. Suv tezroq ispareniya bo'ladi, havo yaxshi aylanadi. Burunlar, agar eslasanglar, onalarimiz gullarning tagini yumshatishardi. Yumshatib qo'yishardi. Mana bunga ham suv quyaman, qurib turibdi. Bu gul juda ham bo'ktirib sug'organni yaxshi ko'rmaydi. Mana shunday quydim. Suv
Mana tegidan chiqdi suv. Oqib. Tuprog'i yengil buni. Vermikulit solganman, perlit solganman, tur, biogus solib ekkanman bugun. Endi mana shiflera gulim. Bu tashqaridaydi. Men ko'rsatish uchun ichkariga olib kirdim. Bularni bemalol tashqariga olib chiqib qo'ysa bo'ladi. Endi mana begoniya gullar yoki orxideya chidamaydi tashqariga. Ficus benjamin yo shiflera juda ham yaxshi chidaydi. Endi Diffenbach'ni bilmayman. Meni malakamda endi birinchi marta o'stiryapman. Qani ko'ramiz. Yangilik bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Mana buni tuprog'i ham yumshoq, yengil, lekin baribir tuprog'ini almashtirishim kerak. Tuprog'i yengil, lekin yumshoq, qotib qolmagan. Yaqin kunlarda bu gulimni tuprog'ini almashtiraman. Ko'rsataman sizlarga. Mana yana suv quyamiz. Bakloshkada tindirilgan suv. 1 piyola, 1,5 piyola quyamiz. Mana. Endi bularga suv quydik. Endi bularni albatta gullarni sug'organdan keyin, o'zi umuman har doim sug'organdan keyingacha kutishimiz kerak emas. Bu gullarni sprey qilib turish kerak. Ayniqsa hozir kunlar isidi. Tez bularga suv sepib turishimiz kerak. Gullar bilasizlarmi, teplitsadan gul olib chiqib sotishadi. Asosan teplitsalarda bizda gullar yetishtiriladi. Yam-yashil bo'lib turadi. Chunki teplitsada namlik yuqori. O'shani hisobiga ham yaxshi o'sadi gullar. Guliga tekkizmasdan mana sepyapman. Mana bularga ham kechki salqin. Ancha salqin tushib qoldi. Mana begoniyalarga ham sepaman. Mana Diffenbach'ga mana sepaman. Mana benjaminga. Ular agar e'tibor bersanglar, suv sepganinglarda yashnab ketadi gullar. Har o'tganimda shu yo'limga qo'yib qo'yganman. Shu gullarga esimga tushib qoladi. O'tadigan joyimda bo'lgani uchun o'shancha tez sprey qilib turaman. Mana. Bir kunda 3 marta, 4 marta sprey qilsanglar ham bu gullar yo'q demaydi. Endi mana zolotaya ribka gulim ko'rib turibsizlar. U gullab yotdi hali ham. Men uni tepasidan qirqib oldim cherenkaga. Birinchi cherenkaga qo'yganim aprelning o'rtalari edi taxminan. Tez ildiz otdi. Mana keyinroq men praktikamdan o'tdi axir. Bildim buni cherenka qilishni. Men uchun bu yangi gul edi. Bu yil sotib olgan edim. Cherenka qilish mumkinmi, yo'qmi, qanaqa darajada buni ildiz otishi deb praktikaga qo'ygan edim ikkitasini. Tez ildiz otdi ular. Endi mana bularni tekis kesdim. Pishni bu katta gulim pishni bo'ladi qirqqandan keyin, xudo xohlasa. Mana yondan uyg'onyapti. Bilmadim, bular gullarimi yoki shoxchalarimi, qani vaqt ko'rsatadi. Yangi shoxchalari deb o'ylayapman. Bulari hali unaqa juda tez ildiz otmayapti. Unaqa ancha vaqt bo'ldi qo'yganiga. Mana bor nuqtalar, uyg'onish nuqtalari bor, lekin menimcha kutamiz. Mana qanchalik kamera ko'rsatyapti mana. Bor uyg'onish nuqtalari, ba'zilari bundan sal kattaroq, lekin menimcha vaqt kerak. Suvga karnivin solib qo'ydim. Endi mana epifilum gulim yaqinda ko'rdinglar, buni ekdim, tuvakka qaytadan ekdim. Ancha bo'ldi gullamay qoldi. O'tgan yili bu gulimga kasallik tushdi. Men uni uyda yo'q edim. Bilmay qolishgan uydagilar. Kesam shu ahvol, iloji yo'q. Keyin men qirqib tashladim mana joyidan. Mana ko'rinib turibdi. Qirqib tashladim. Juda ham chiroyli barg edi. Tez o'sgan edi. O'sha kasallik tushgan uchun menimcha gullamadi. Juda ham yaxshi o'syapti. Mana. Endi mana kalanxoya gulim, pushti ochiladigan. Mana buni men ko'paytirishni niyat qilyapman, harakat qilyapman. Baribir bu gulni qirqish kerak. Qirqsangiz bu pishni chiroyli bo'ladi.
qirqmaganiga bu bechorani sabri yetmay tagidan yangi shoxchalar chiqardi. Endi xudo xohlasa bu gullab bo'lsin. Mana gullar ko'p. Dori sepdim bu yarqiroq, tezroq gullashi uchun. Endi bular gullab bo'lgandan keyin men mana uni ikkita baland shoxni qirqaman. Qirqib buni bo'laman. Bo'lib keyin suvga solib qo'yaman. Juda injiqmas bu gul, juda ham tez ildiz otadi. Mana. Endi bularga ham suv quyamiz. Bo'ktirib qo'ymaymiz bularni. O'zi tuvak mana 07 mi? Har bitta gulim tagiga yozib qo'yaman nomini, chunki yoshmasman. Esimdan chiqib qolyapti gullarning nomlari. Mana. Buni mana tagidan tushyapti. Mana bir pasda singib ketdi, shimib oldi. Mana. Salfayritga gulimni cho'miltirishim kerak. Mana bunga tagiga qanchalik darajada suv tushdi ko'ramiz. Mana tomchilayapti. Demak yana suv qo'yishim kerak bunga ozgina. Bu gullar suv quyganda tagidan suv tushgani juda ham yaxshi. Mana hozir bitta qo'l bilan noqulay bo'lyapti-da, buni olib ko'rsatish. Mana tagiga suv tushdi. Mana burchakdan ana tongyapti. Demak bu yaxshi. Bunga yetarli suv quyibmiz. Mana o'rtoqlar, bugun gullarimni qanaqa sug'orishimni sizlarga ko'rsatdim. Albatta hammani o'zining hayotiy tajribasi bor. Gul o'stirib yurganlar o'zlari yaxshi biladi, gulga qachon, qancha, qanaqa suv quyishni. Lekin men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, yillar davomida qanaqa gul o'stirayotganimni sizlarga, qanaqa qilib sug'orishimni sizlarga ko'rsatdim. Endi buni ham sug'organdan keyin sprey qilib qo'yaman bu gullarimni. Mana gullarga tekkizmasdan sprey qilamiz. Mana. Gullar hammasi ham spreyni yaxshi ko'radi. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashgunimizcha Allohga omonat bo'linglar.